Xafa bo'lma. Senga nisbatan nohaqlik qilgan hech kimsadan jahling chiqmasin. Aksincha, senga sadoqatni o'rgatganlar uchun senga xiyonat qilganlarga tashakkur ayt. Rost va yolg'onni ajrata olishlik imkoniyatini bergan yolg'onchilardan minnatdor bo'l. Baxtiyorlikni yanada chuqurroq his ettirganlari va har kimning hayotiga muhabbat tushunchalarini olib kirganlari uchun seni baxtiyor eta olmaganlarni duo qilib qo'y. Qoralar oqni farqlash uchundir. Hayot mana shu sabablar bilan yana ham go'zaldir. Xafa bo'lma. Senga nisbatan nohaqlik qilgan hech kimsadan jahling chiqmasin. Aksincha, senga sadoqatni o'rgatganlar uchun senga xiyonat qilganlarga tashakkur ayt. Rost va yolg'onni ajrata olishlik imkoniyatini bergan yolg'onchilardan minnatdor bo'l. Baxtiyorlikni yanada chuqurroq his ettirganlari va har kimning hayotiga muhabbat tushunchalarini olib kirganlari uchun seni baxtiyor eta olmaganlarni duo qilib qo'y. Qoralar oqni farqlash uchundir. Hayot mana shu sabablar bilan yana ham go'zaldir.